İlk bor krossovkani obzorini tegi bilan boshlayman va sirrazi yoniga o'tamiz. Qaranglar qanaqa uchburchak ko'rinishdagi oyoq kiyim. Полный обзор распаковкасы уже YouTube kanalida va shu Reels'ga ham saqlanib qilib o'tib ketmoqchi edim va ko'pchiligi narxi qiziq, narxi nechi pul deb so'rasizlar. O'shaning uchun kelinglar narx haqida ham gaplashamiz. Birinchi oyoq kiyimi o'zi. O'sha mashhur bang'illagan patronlarimiz marhamat oyoq kiyimi tegida 22 ta dona va yaqindan ko'rsating deganligi marhamat mana yaqindan ko'rsataman. Menimcha bundan yaqin bo'lmaydi va mana ssilkaga biriktirilgan. Uni qanaqa ko'rsatsam bo'ladi? Bu yo'q surib turaman va mana ko'rayotgan bo'lsanglar, ssilkaga biriktirilgan, ya'ni kiyganingizda, bosganingizda mana qaranglar. Ko'tariladi ssilka va yurganingizda qatga vesusi o'sha sizni oyog'ingizni massaj qiladi va bu miyagacha boradi va miyangiz massaj bo'ladi Nike aytishi bo'yicha. Oyoq kiyim o'rtacha ko'pikdan tashkil topgan, yumshoq emas, qattiq emas va mana ariqqa ko'rinishli va vertikal swoosh juda ham chiroyli yondashuv. Qaranglar, yonda qanaqa dahshatli ko'rinishga keladi va mana bu tekstil полный обзор YouTube'da ko'rishinglarni maslahat beraman va mana bu qismlari ko'tarilgan, ya'ni baquvvat qalinroq qilingan va mana bu уже tekstil yaxshi yondashilgan va tegini menimcha eng ko'p ko'rsatdim. Orqasida model nomi Nike hamda Mint yoki Mind yozuvlari. Bir tarafda Nike, bir tarafda Mind va narxi ko'pchiligi qiziq. O'zini erkin sotuvdagi narxi 90 yevro, ya'ni 100 dollardan balandroq chiquvdi, lekin ma'lum bir soatlarda, daqiqalarda sotilib ketdi. Hozir erkin sotuvda umuman yo'q. Faqat qo'lda bor va qo'ldagi hozir bizda sotayotgan narximiz 200 dollardan 300 dollargacha razmerga qarab. Shuning uchun kimgadir kerak bo'lsa zakaz qilishingiz mumkin.